Assalamu alaykum, Yakub House obunachilar, izimcazlarımız. Bugün Sputnik'nin yanındamız. 420 metr kvadrat, 100% pişken kerüşten 2 etajlaram plita bilen basılıngan. Şimdi bir havlu çıktı. Fasatlaram urulayıp turttu. Birinçetten görüp çıkanız bu yerimiz prihojy zona. Prihojga mebellar koyulgan. Eldinden yaxshi bilan bog'i yaqinlar gelsangizlar görüp beraverasizlar onu. Bir stilli bir remont qilibdilar, bu yerda ajoyib etib. Shuningdek bir katta hol, üzərimizdə dalan, bu yerda avtomatlari, reyestrlarına, lustramız, bu tarafda ikinci taraf çıkıp ketaveriş, konditsioner qo'yilgan, onda görüp turibsizlar. Eshiklarına marhamat beringlar, baland eshiklar. Bu tarafımız zalı yakınlar. Görüp turibsizlar, 12 adamlık üstler kürsü bemalol sovup turibdi. Bu yerda konditsionerlar qo'yilgan, bu yerda otopitini решеткалар bor. Pollarni ham görüp turibsizlar, qalin pollardan qilingan. Yakınlar narxi o'ta darajada ajoyib. Çünkü az yarım plan joylarni sotib turibdilar uning narxida. Görüp turgan hamma narsalaringiz qoladi bu yerda. Bu yerda bir spalni katta bo'lib tushgan. Bu tarafda yana bir detskiy spalni desak ham bo'ladi. Bu ham kattaligi ajoyib. Bu yerni bir kelib ko'rishlaringiz kerak. Endi kamera berib turibman buni ranglarini, effektini, shu chiroylatib chiqarganlar buni. Bu yerda yana bir spalnimiz bog' tarafga qarab turibdi. Bu yerda bani patologacha kafillar, hamma narsa sovuq turibdi. Bu yerda yana gостиницадagi fenlar, bunday knopkada yonadigan oynalar. Xullas, remont o'zi uchun qilingan. Biza o'zi uchun qilingan joylarni ko'rib turibsizlar, sirroz sotilib ketiladi. Chunki o'zi uchun qilingan joylar remont ham zo'r bo'ladi, arzon ham bo'ladi. Egani o'zi biznes bilan Toshkentga ko'chib ketibdilar уже. Shuning uchun bu yerda hovlisi qolgan, shuni ham sotib уже bu yerda polni biznesi shana ko'chgan. Shuning uchun sotacaklar bu yerni. Bu kuxnyamiz katta, ko'rib turganlaringizdek. Hatta garaja chiqadigan eshiklar ham yaxshidan qo'yganlar. Bu yerda akvam qo'yganlar yana. Bu yerda yana mashina turadi. Отопление ham bor garajda. Kuxnya zo'r chiqqan, ham kuxnya ham stolovoy. O'zida o'tirib ovqatlansangizlar ham bo'ladi. Bu yerda yaqinlarda двухконтурный котелimiz. A klassda. Koreyskiy, чисто koreyskiy. Yaqinlar endi bu tarafda bog' taraf. Bog'lar ham ajoyib. Bu yerda kladovoy, onda barbekü zona bor. Görüp turibsizlar? Tandırı, hamma narsasi bor, shashlik mangallari, barbekü zona уже qurilib tayyor bo'lib turibdi. Bu yerda yana tapchalari bor. Görüp turibsizlar. İş barbekü zonanın yan başında eshik bor. Bu yer inashininna pojarniy xod ekan arka tarafı. Xolasizlar, arkadan garaj qurib bersangizlar ham bo'ladi. Yaqinlar endi ikkinchi etajni ko'ramiz. Ikkinchi etajda 2 xona tushgan. Zinani tenamina ko'rdingizlar, akkuratni yetib eshiklatib qo'ydilar. Xolasizlar, kerak bo'lsa saqlab bersangizlar ham bo'ladi. Lestnitsani ko'rib turibsizlar. Вообще мощный chiqqan. İkinci qavatga chiqdik. Bu yerda ham shunday bir ajoyib eshiklar qo'yilgan. Bu yerda bir zal qilib qo'ysangizlar ham bo'ladi ekan, lekin chotga. 2 oyna. Bu bir oyna, ikkinchisi oyna emas. Bu yer ya prihojy zonaning ustiga chiqadigan balkon bu yer. Restoran'a koyup ajoyib etik chiqarib qo'ydilar. Bu esa
İkinci xonamiz, spalnyot turibdi bu yer. Kattaligi вообще gap yo'q. Ko'rib turibsizlar. Yaqinlar xullas yana shu hovli joyimiz sotiladi. Toshkani ko'rdingizlar, Sputnikning yonida bir adım yerda joylashgan. Yaqinlar narxini qaranglar mana. Eng qiziqarli narxi 120 ming, hamma narsasi bilan 420 metr kvadrat hovli joy, 100% pishgan garaj, 2 etajdan plita bilan bosilgan. Pastda telefon nomerlar. Srochno ulgurib qolmasangiz, milliy hovli joylar bizda bilasizlar durmaydi. Bemalol murojaat qilavering.